3 million Amerika dollarga traktor zakaz qilingan. Jungo Amerika traktorlarining qanaq farqi bor? Amerikada bir jip Akuka 3 million sarf qilib traktor sotib olgan. G'oyazor maxluq bir qadamda 40 mo yerni teriyalaydi. Davlatimizda nimishqa bunday cho'ng traktor yo'q. Sinchaq saloni bugun sizga bu g'oyazor maxluqni tushuntirib qo'ysin. Amerikada bir jip Akuka bor. Ular o'zlarining to'yizma kivazigidan g'am qilishga boshladi. Bunda g'oyazor kengzimini ichishga to'g'ri keladi. Tuproqma vaqtni o'tishiga agishib bargan siri qattiqlashib ketgan. Ular g'oyazor yer ko'lamiga amal qilib taqobil turibli qilmay, yana amal qilib yerni 1 metr cho'nqir og'dirgandilar, onda yana davomli terg'il bo'ladi. Bozordagi ko'p sondagi traktorlar ularning ehtiyojini qondira olmaydi. Bir yangi darajadan tashqari cho'ng traktor bo'lgandilar, ondan ehtiyojni qondirg'il bo'ladi. Ular Bigbut ismli bir traktor shirkati bilan aloqalashgan. Bu shirkat maxsus ular uchun bir darajadan tashqari traktor yasab bergan. Yasash sodagiri maxsus ularning etizari holatiga asosan ilgari ko'rilib boqmagan bir traktorni yasab chiqqan. Ismi Bigbut 747 deb qo'ydi. 747 degan ism Boeing 747 tipli aeroplandan kelgan. Bu aeroplan hozirgacha nihoyatda davomli. Shunga yasash sodagarlari bu traktorga 747 deb nom berib, bu traktorning xuddi aeroplandek kuchli ekanligiga vakillik qilgan. Oxirida Akuka ikkisi 300 ming Amerika dollari xarjlab uni sotib olgan. Hozirgi sommaga sundirganda 3 million dollarga yetadigan bo'lib, uning bahosi isil mashinalar bilan qilishmaydi. Bu traktor dunyo bo'yicha eng chong ko'pchaqli traktor. Uzunligi 8 metr, kengligi 4 metr, egizligi 4 metr keladi. Bu doim uchraydigan pikapning egizligidan 4 aslidan ortiqroq bo'lib, har bir chaqning egizligi 2 metr keladi. Quramiga yetganlar bu traktorning oldida nihoyatda kichik ko'rinadi. Butkul traktorning jami 12 chaqi bor. Moybakining o'zida 3785 litr keladi. 1 soatda 20 kilometr yo'l yuralaydi. Xizmat unumga hatto dehqonchilik dorisi chechadigan aeroplanni qo'g'lab yetolmaydi. Odatdagi traktorlar yarim soatda ondan 1 mo yer teriyalaydi. Ammo bu traktorga alohida yasalgan terilg'u yer qurilmasi moslashtirilgan bo'lib, faqat 10 sekund ichida tamomlaydi. Alohida bo'lgan terilg'u qurilmasining uzunligi necha 10 metrga yetadi. Eg'irligi necha tonna keladi. Terilg'u yer qurilmasi odatda qatlanib yig'i holatda turadi. Terilg'u yer mashg'ulotida bo'lsa qantini yepib, xuddi aeroplan yer yuzini sipab o'tganga o'xshaydi. Eg'ir qurilma traktorni yuqori unumli mashg'ulot qilishga kafolatlik qilish bilan birga, yana terilg'u yerning cho'nqirligi 1 metr bo'lish talabini amalga oshirg'ili bo'ladi. Bu Akuka kelaning mo'ljariga uyg'un keladi. Bu traktor mushundaq eg'ir terilg'u qurilmasi so'ralishining sababi asosiy jihatdan 760 ot kuchiga ega motorga tayinadi. O'yinlarda musobaqa mashinasi mo aran 300 ot kuchiga ega edi. Bu uni ismi jismiga loyiq po'lat o'mar maxluqqa aylantirgan. Bu traktorning kuchli ot kuchiga egishi bir ko'rinalik masala bor. U o'zi elib yuradigan 3800 litrlik maybakini liqmay to'shqizibmi, butun musobaqani tamomlashga kafolat qilg'il bo'lmaydi. Keyiniga yana ikki kichik mayto'sh mashinasi saplish kerak. Shunda yarim yo'lda tuyuqsiz yiqilg'u tuyib ketsa, bevosita yiqilg'u to'liq qiyalaydi. Mushundaq maysarfiyat sababidan bu traktorni dunyoda faqat mushu bir jip Akukalar sotib ololadiganligini ko'zda tutib, ham aynilari Amerika neft kirisini kutib olgachqa, Bigbut shirkati faqat mushu bir traktorni yasab, uni dunyodagi birdan-bir g'oyazor traktorga aylantirgan. Keyin bu traktor maysarfiyat sababidan 2 qatim sotib etildi. Williamsning uyiga borgandan keyin yana 110 ming dollar xarjlab, qoidadan sirlab o'zgartirib, texnik qo'rqinchli 900 ot kuchiga ega motorga ega qildi. Ham hozirgacha ishlatilyotdi. Amaliyotda davlatimiz xili burunla davlat qurilgan ekan, uzoq o'tmay bizning o'zimizning davlatimizda ishlangan traktorni ishlab chiqargan. Ayni chog'dagi Sharq Qizardi markalik traktor yana olg'a ilgirlash deb muotaladi. Chunki traktor ishlab chiqarish texnikasi yetarli bo'lmag'achqa, ayni chog'dagi traktorlar faqat oldiga haydagili bo'lib, chekinish xoti yo'q edi. Garchi ayni chog'da davlatimizda ishlangan traktorlar Sovet ittifoqining mahsulotlarini taqlid qilib yasagan bo'lsa-mu, lekin uzluksiz yaxshilash jarayonida yana 70-80 yillardagi yezlarning muhim yezigilik mashinlarga aylandi. Elimiz uchun 70% dan ortiq tarixchilikni tamomlab, elimiz xalqining aynilariga tamoq masalasini hal qilishga yordam berdi. Elimizning yezi egilik tarixchilikni taraqqiy qilishiga ergishib, ko'p xillashgan traktörni umumlashtirish qiyin bo'lish masalasimi yuz berdi. Yezigilik tarixchilik noyalari asosan elimizning idillik tog'liq rayonlarga tarqalgan. Bo'libmi janubda eng ro'shan. Har bir rayonning etizari ko'lami keng emas. Ya'ni yer shaklining cheklimasiga uchrab, traktorni ishlatish o'rni ko'rinarlik ojizlab ketdi. Nurg'un joylarda faqat kichik traktorlar ishlatildi. Hatto traktordan voz kechib, otkal so'raydigan qushlarni davomli ishlatilyotdi. Hozir elimizning traktor kasbi elimizning ehtiyojiga asosan ishlab chiqarilyotdi. Yezlardagi yosh o'tir yosh nuqsining ozayishiga ergishib, eng oxirida an'anaviy o'zida tarixchilik qilgan tarqoq dehqonlarning ozayib ketishini keltirib chiqaradi. Shuning bilan yezlardagi asosliq oshliq terishni ko'p yer teraydigan o'diganlar ustiga oladi. Hamda keng ko'lamda tarixchilik qiladi. Bunday bo'lganda bizning koni traktorlarimiz Amerika 2 Akuka uchirgan o'xshash boshqa tinchlikni keltirib chiqaradi. Dehqonchilik vazifasini o'rlashga mos keladigan cho'ng traktor yo'q. Dehqonlar bargan sari yuqori suratli, yuqori unumli traktorga ehtiyojli bo'ladi. Bargan sari kishilarning xotirasiga ilgirki etiz ariqlarda gurkirab yurgan kichik traktorlar tadrijiy yo'qoladi. Elimiz sun'iy aql iqtidori bilan yezigilik ishlab chiqarishni birlashtirish planini o'tirib qo'ydi. Yezigilik ishlab chiqarish mashinalari jumladan traktorning darajasini o'stirib, aql iqtidorli odamsiz mahsulotga aylantirish. Dehqonlarga traktor sotib olganlarga to'liqlantirish siyosatini yo'l qo'yib, bozor nazoratchiligini kuchaytirib, elimizdan traktor qalamaqon bo'lish vaziyatini o'zgartirib, elimiz traktorlarni ishlab chiqarish, tadqiq qilishga Yevropa, Amerika davlatlaridan eshib ketgudek amaliy kuchga ega qildi. Yezigilik ishlab chiqarish kuchlarining eshigiga kafolat qilish bilan birga, yezlardagi emgak kuchi kamchil bo'lish masalasini hal qiladi. Elimiz traktor kasbining hozirgi pozitsiyasi yaxshi emas. Yevropa, Amerika davlatlari bilan solishtirganda raqobat kuchi kamchil. Lekin kelgusida odamsiz traktor qatorliq sun'iy aql iqtidorli mashinalar umumlashgan ekan, chuqur chetlarni eshib ketadi. Davlatimizning asosi bo'lgan yezigilikmi borgan sari yaxshi bo'lib ketadi. Undaqda sizning yezingizda mushundaq cho'ng tipdagi traktorlar bormi? Sinchaq salonning bu sanmizmini mushada yaqbashdi.
Agar sinchiq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz, ham sinchiq salonning taraqqiyotini qo'llasangiz, bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ralishi uchun yulduz belgisini besib qo'ying. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchiq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchiq salonini qo'shib olib va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchiq.